Buxoro davlat tibbiyot instituti hududida ilmiy laboratoriya va 10 ta aqlli issiqxona barpo etildi. Bu yerda hujayra texnologiyasi asosida dorivor o'simliklar yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Janubiy Koreyaning Daeguhani universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur loyiha tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Buxoro davlat tibbiyot institutida amalga oshirilayotgan aqlli issiqxona va hujayra biotexnologiyasi laboratoriyasi asosida xalq tabobatiga oid dorivor o'simliklarni ilmiy tadqiq etish va tijoratlashtirish loyihasi ilmiy izlanishlar uchun ham samarali ish bo'ldi. Janubiy Koreyaning Daeguhan universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur loyiha Buxoro mintaqasi, xususan sho'rtuproq iqlim sharoitida Ibn Sino ta'limotiga asoslangan xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor o'simliklarni hujayra biotexnologiyasi orqali aqlli issiqxonalarda yetishtirish hamda ilmiy asosda tahlil etishga ham mo'ljallangan. Loyiha doirasida talabalar va yosh tadqiqotchilar uchun amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish imkoni yaratildi. Bu yerda xalqaro standartlarga mos zamonaviy biotexnologik laboratoriya uskunalari orqali tadqiqotlar o'tkaziladi. Ilmiy natijalarni nufuzli jurnallar va xalqaro konferensiyalarda e'lon qilish imkoni mavjud. Olingan ilmiy natijalar asosida spin-off korxonalar tashkil etish rejalashtirilgan. Bu korxonalar orqali yosh olimlarning intellektual mulki tijoratlashtiriladi. Natijada mahalliy iqtisodiyotga va aholi bandligiga ijobiy ta'sir ko'rsatiladi. Buxoro viloyatida xalq tabobati va ilmiy tibbiyotni integratsiya qiluvchi klaster modeli yaratilib, yosh olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy salohiyatini yuksaltirishga erishiladi. Yangi kampus yon tomonida 1,2 gektar yer maydoni ajratilib, 17 turdagi dorivor o'simliklar yetishtirilmoqda. Jumladan qushqo'nmas, moychechak, gulimaqsar, kalendula, rayhon, tagete va boshqa noyob dorivor o'simliklar ko'paytirilmoqda. Jeshem bu arealda do'stlar oilasiga mansub bo'lgan ko'p yillik o'simlik bo'lib, bu asosan Janubiy Sharq, Xitoy, Koreyada o'sadi. O'zbekistonda Buxoro davlat tibbiyot institutida birinchi marta ana shu bizning institutimizda hamkorlikda Koreya bilan birga ana shu aqlli issiqxonalardan o'stiryapmiz. Stressga, asabiylashishga, yurak qon tomir kasalliklariga, keyin ko'p yoshlarimiz orasida ham umumiy darmonsizlik, kamquvvatlik, kuchsizlik ana shu holatlarga juda ham katta foydasi tegadigan tabiiy vosita. Eslatib o'tamiz, Janubiy Koreyaning Daeguhani universiteti bilan Kimedi Silk Road loyihasi doirasida Koreya hukumati granti asosida 538 ming AQSh dollari, institutning budjetdan tashqari mablag'i hisobidan 630 ming AQSh dollari miqdorida shartnoma imzolangan. Bugungi kunda 262.293 AQSh dollariga laboratoriya jihozlari olib kelindi.